Bosch, Makita, Felicity, Ubay, Warcraft hammasiga 5 kilodan sim osganmiz. Qaysi birinchi kuyib ketadi? Videoni tarqatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. Boshqa firma qaysi qiziq sizlarga kommentariy yozib o'tib keting. AEG, DeWalt hammasini olib kelib, mana shunday tekshirib ko'ramiz. Kuchini qaysi birinchi kuyib ketar ekan, videoni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Nega o'ch? Bak. Alasın. Bak. Samalda kaçalım. E'tiboringizni akalar, birinchi Warcraft, ikkinchi eslashimcha Bosch tutab ketdi, uchinchi Makita hozir ham hit bor. Videoga aytib qo'ying, yomon неприятный hit chiqib ketdi. Ubayga bahoni o'zlaringiz berib to'xtamasdan aylandi. Qolgan hammasi to'xtab qoldi. Felicity ham to'xtab qoldi, tutadi. Bularda ushlab ham bo'lmayapti. Vobshe qiziq ketgan. Shunday videolar test, crash testlar qiziq bo'lsa, videoga bahoni o'zlaringiz berib qo'yasizlar.